Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli guruhdoshlar, mana bugungi bayram bilan hammalarni tabriklayman. Xotira va qadrlash kuni bilan hamda g'alabani 80 yilligi bilan chin yurakdan tabriklayman. Hamma sog' bo'linglar. Keyinlarni shashilda pishiramiz. Mana 8 dona mol go'shti, 8 ta qo'y go'shti. Zakazga pishiramiz ertalabdan. Kelaverasizlar qo'y go'shtlarimiz, qarg'achalik, dumbalik. Jivoy baliqlarimiz bor. Qo'y go'shtidan jizlarimiz bor, kelaveringlar. Mol go'shtlarimiz tayyor bo'lgan, qo'y go'shtlarini qo'ydik. Hammaga salom. Bayramlarni yaxshi o'tkazinglar. Oilalaringizga tinch sog'lik tilayman. Kelaverasizlar shashliklarimizga. Qo'y go'shtimiz ham tayyor bo'ldi. O'rab berib olamiz hozir konteynerlarga. Kelaveringlar. Mana jizimiz ham tayyor bo'ldi. Kelaverasizlar endi mana Qashqadaryo jizlari qo'y go'shtidan dumba yog'iga pishirdik.